Mana shu sigir har yili bola beradi ekan. Tug'ilgandan keyin 40 kun o'tib kuyga keladi. Urug'lantirilganda urug'ni ham bittada ushlaydi ekan. Sigirning holati, semizligi ham zo'r. Buni sirri nimada? Bunga nima berasizlar aka o'zi? Buni hech qanaqa siri yo'q. Mana kepagimiz, kunjara, sera unini atala qilib, bunga mana vita bazasidan bir qoshdan qo'shib beramiz. Buni qo'shib ishlatganimizda suti ko'payyapti, semizligi yaxshi bo'lyapti. Buzoqchamiz 3 oylik bo'ldi. Buzoqchamizga ham shu Permixdan bir qoshiqdan o'sha qo'shib beramiz. Samarasi yaxshi mana. Toshbolta otani vita bazasidan doimiy foydalanib kelyapmiz. Kunjara, kepak, seraundan hamma yaxshi biladi. Vita baza bu vitamin, mineral, oqsil, aminokislotalarni kukun varianti bo'ladi. Mana shunaqangi holatda bir choy qoshiqdan oziqasini tarkibiga qo'shib berib olinsa, organizmda vitamin, minerallarga bo'lgan ehtiyojini qondirib beradi. Tuyoq chirishni oldini oladi, ishtahasini ochadi, sigirlarni vaqtida kuyga keltiradi. Urug'lantirilganda urug'ni ham bittada ushlaydi. Chunki buni tarkibidagi vitamin E jinsiy organlarni faollashtirib, sigirni bo'g'ozlik davriga tayyorlab beradi. Akamiz anchadan beri vita bazani ishlatib kelyapti ekan, effekti yaxshi bo'lyapti.